Uyghur hazırkı zaman tarixideki devri bölgüş inqilab, Barın inqilabı. Abdori Abdurrahim G'ani Uyghur. Ya mustaqillik ya ölüm xotiremdin. Bugün 4 ayının 5 günü. Buningdan 32 yıl ilgiriki bugünkü günde, yani 1990 yılı 4 ayının 5 günü Xitoy işgaliyetideki aziz vatanimiz Sharqiy Turkistonning Barın yezisida Barın inqilobi partlagan kun. Bu gün Batur qahramon Uyghur xalqining Xitoy tajovuzchilarga mustamliki bo'lishni xohlamaydiganligini, ozodlik, mustaqillik uchun davomli kurash qiladiganligining signalini bergan kun. Shundaqla dunyoga biz tehi hayot, bizga hurlik kerak degan sadosini yangratgan kun. Shundaqla Uyghur yaqinqi zaman tarixida tajovuzchi Xitoy hukumatiga qarshi shonliq inqilob sahifasini ochgan kun. Bu inqilobning oldidagi vaziyatga qaraydigan bo'lsak, Jallat Mavzudovning o'limi bilan oxirlashgan atalmış medeniyet zor inqilobidan keyin bo'libmi İşplas Kompartiya Markaziy komitetining 11 navbatlik 3 umumiy yig'inidan keyin ilgari Xitoyning siyosiy va ijtimoiy ahvolida ba'zi o'zgarishlar bo'ldi. Bütün Xitoy miqyosida, jumladan Sharqiy Turkistondami atalmış medeniyet zor inqilobida har xil bo'htonlar bilan qo'lga ilingan ziyolilar, ulamolar, ma'muriy kadrlar, baylar ve cemaat erbablari qatorliq millatning sarxillari hisoblanadigan kishilarning ko'pinchisi turmalardan qo'yib berilib, nomi va xizmatlari asliga keltirildi. Uyghur millatining koni yiziqi asliga keldi. Hamda ma'rif, adabiyot, san'at, nashriyotchilik ve diniy ishlar jihatda zo'r taraqqiyotlar bo'ldi. Uyghur milletining til yiziqining asliga kelishi bilan qadimki Uyghur klassik adabiyotiga oid bebaho qimmatga ega esil kitoblar va ilmiy maqolalar orqa-orqadan ro'yobga chiqdi. Shundaqla ustozimiz Abdurrahim O'tkir apandining iz Uyg'ongan zimin, ustozimiz Turg'un Almas apandining Uyg'urlar Onlar tarixi, qadimki Uyg'ur adabiyoti, Ustoz Qurbon Vali apandining Bug'raxonlar tazkirasi qatorliq kitoblar nashr qilinib, Uyg'urlarning tarix engi, milliy kimligining kuchayishiga turtki bo'ldi. Hamda nurg'un shahar va yezilarda cho'ng kichik madrasalar qurildi. Bularning ichida eng dangliqlaridan Qog'iliqda dangliq diniy olim Ustoz Abdulakimxon Maqsum Hojim qurgan madrasaning o'zida necha minglagan diniy ustozlar yetishib chiqib, Uyg'ur diniy kimlik ruhining qayta tirilishi, Barın inqilobining barliqqa kelishida o'z ifodasini topdi. Barın inqilobining yo'lboshchisi qahramon Zaydin Yusuf ana shularning biri edi. Uzun mezgil puxta tayyorlik qilgan Zaydin Yusuf 1989 yılı 11 ayda sabdoshlari bilan Barın yezisida Sharqiy Turkiston Islom partiyasini qurib, Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchi hokimiyatiga qarshi qurolliq partizanlik harakat qilishning moddiy va ma'naviy asosini barpo qildi. Bu harakat plani bo'yicha 1990 yılı 4 ayning 22 kuni Sharqiy Turkistonning har qaysi joylaridan Barın yezisiga to'plangan inqilobchilar oldi bilan Aqtu nahiyasining saqchi idorasi va jandarma atritiga hujum qilib, qurollarni o'lja ilib, orqadan Qashqarga yurish qilib, Qashqar valiy mahkamasi va Jallat partiya organlarini egallab, 3-Cumhuriyatni e'lon qilmoqchi bo'ladi. Ham shundaqla bütün Sharqiy Turkistonda birli vaqtda inqilob qo'zg'amoqchi bo'ladi. Biroq bu harakat plani xoin, munofiq Rahim Danish mollaning sotqinligi tufaylidan oshkorlanib ketgachga, inqilob muddatdan 17 kun burun, ya'ni 5 aprelda
Barın yezisida başlanıdı. 20 yıldan artıq Xitoy türmüsida yetib, Barın qahramonlari bilan suhbatda bo'lgan, hozir Turkiyada yashayotgan siyosiy faoliyatchi Abdulhamid Uyg'urning bayon qilishicha, Barın inqilobining yo'lboshchisi 26 yoshlik Zaydin Yusuf Sharqiy Turkistonning bir qism shahar va yezilariga berib ahvol egallaydi. O'zi bilan o'xshash fikrdagi kishilar bilan tanishib, ularni tashkillaydi. Ularga harbiy ta'lim-tarbiya beradi. Shundaqla ularga oddiy usul bilan granat, qo'l bombasi, portlatqich bomba yasash va portlatish texnikasini o'rgatadi. Uningdan boshqa miltiq etish, qilishvozlikni o'rgatib, qo'zg'olon qilishga puxta tayyorlik qiladi. 700 nafardan ortiq fidoi jangchi, 17 dona cho'ng kichik miltiq, tapancha, 64 dona yerlik usulda yasalgan bomba, 150 dona qilish, pichoq, palta va 20 tuyoqdan ortiq sarxil otlarni hozirlaydi. Ayni chog'da dunyoda eng ko'p qo'shinga va ilg'or harbiy qurolga ega Xitoyga bunchalik ojiz kuch bilan qarshi turish aqlga sig'maydigan bir ish deb qaralatdi. Erkinlikka badal to'lash orqali qo'g'diladiganligini biladigan Barın inqilobchilarining aqliga sig'atdi. 4-oyning 5-kuni 200 dan ortiq Uyg'ur bandat namozdan yenib, o'zlari tayyorlagan har xil qurollar, qo'l bombalarni yo'shirin elib, yezilik hukumatning oldiga bordi. Hukumat xodimlari chiqib, talabini so'rganda, ular javoban mundaq 5 turlik talabni o'ttirg'i qo'ydi. 1. Planliq tug'utni amaldan qoldirish. 2. Xitoy ko'chmanlarini to'xtatish. 3. Ishkiridan ko'chirib kelingan Xitoylarni qaytarib ketish. 4. Atalmış Şinjanning, ya'ni Sharqiy Turkistonning boyligini o'zi ishlatish. Xitoy o'lkalariga elib ketmaslik. 5. Hashar Alvangni yo'q qilish. Yezilik hukumat xodimlari suhbat o'tkazish fursatidan foydalanib, bu ahvollarni yuqori darajalik hukumatga ma'lum qiladi. Shuning bilan qurolliq askarlar Barın yezisini qorshab, inqilobchilarga o'q chiqirdi. Etishish keskin davomlashadi. Inqilobchilarmi o'zlari oldin puxta tayyorlik ko'rgashga, o'zlari tayyorlab olgan qurollar bilan qattiq qarshilik ko'rsatib, Xitoy askarlaridan nurg'un qurollarni g'animat oladi. Qo'mondan Zaydin Yusuf suv munariga chiqib elib, inqilobchilarga o'q etayotgan Xitoy askarlarini portlataman deb munar tarafga qarab mangan vaqtda bo'ktirmidiki Xitoy askari uning putiga o'q otadi. Qon eqib turgan putini so'rab, munarga yiqilishayotgan Zaydin Yusuf Xitoy askarlari tarafidan vahshiylarcha shahid qilinadi. Uning vazifasini muavin bosh qo'mondan, qo'shimcha moliya boshlig'i bo'lgan Abdug'ani Tursun ustiga oladi. U biz bu yerda bundaq urush qilsak qirilib tugaymiz deb Xitoy askarlari bilan urushqach tog' tarafga chekinadi. Tog'da 7 kunduz Xitoy askarlari bilan etishidi. Askarlikdan qaytib kelgan Muhammad Tursun degan jangchi bu urushda ko'p fidokorlik ko'rsatib, xeyli ko'p Xitoy askarlarini o'ldirdi. Xitoy hukumatı bir qirg'iz ovchini setib olib, Muhammad Tursunni o'ldirishga taqqa maxfiy avatidi. Bu xoin qirg'iz uni kayni tarafdan etib o'ldirdi. Keyingi kunlarda bu qirg'iz sarang bo'lib qoladi. Zaydin Yusuf boshchiligidagi bu inqilob Xitoy hukumatı jallotlaridan Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Li Peng qatorliqlarni qattiq cho'chitgan. Bu jallotlar Barın inqilobining Sharqiy Turkistonning boshqa shahar va yezlariga kengayib ketishidan qattiq qo'rqib, inqilobni tub yiltizidan yo'qotish uchun zamonaviy urush aslahalarini ishga solib, qonliq bostirgan. Natijada 1990-yili 4-oyning 5-kuni boshlanib, 7 kunduz davomlashgan bu inqilob Xitoy tajovuzchilarining butun yezini muhosiraga elib, o'yma-o'y kirib qirg'inchilik qilishi bilan
qonliq bostirilgan. Barin inqilobini bostirishga qatnashgan bir Xitoy askari keyin Amerikaga qochib chiqib, Xitoy hukumatining Barin yezisida elib borgan qurolliq bostirish harakatida ko'rganlarini Erkin Osiyo radiosida oshkorlagan. Uning deyishicha, butun Barin yezisidagi xalq mayli inqilobga qatnashgan yoki qatnashmagan bo'lishidan qat'iy nazar tutilgan va o'ldirilgan. Xitoy askarlari o'yma-o'y kirib, balalarini imitayotgan begunoh ayollarni, hatto narisida bovoqlarni vahshiylarcha etib o'ldirgan. Xitoy hukumatining Barin yezisidagi qonliq jinoyatlari xalqaro jamiyat va kishilik huquq organlari tomonidan ayblangan. Xalqaro kechirim tashkiloti 1999-yili Uyg'urlarning kishilik huquqlari haqida 92 betlik maxsus doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatining Barin inqilobini bostirish jarayonida Uyg'urlar ustidan elib borgan kishilik huquq dafsandichiliklariga javobgar bo'lishga va Uyg'urlarga qaratgan keng ko'lamli kishilik huquq dafsandichiligi va bostirishlarini to'xtatishga chaqirgan. Barin inqilobi Uyg'ur xalqining tiz bukmas, qahramon millat ekanligini, Sharqiy Turkistonning Xitoyga mansub emasligini butun dunyoga jakarlagan, Uyg'ur xalqining mustaqillik ruhini namoyon qilgan davr bo'lgich inqilob. Bu inqilob garchi mag'lubiyat bilan oxirlashgan bo'lsa-mu, ammo dünya matbuotlarini harakatga keltirib, Uyg'urni qaytadan namoyon qilib, Uyg'ur masalasini dünya miqyosida anglatdi. Nurg'un davlatning axborot vositalarida Uyg'ur xalqining ozodlikka bo'lgan umidi, mustaqillik ishonchidan voz kechmaganligi haqida xabar, analizlar e'lon qilindi. Shundaqla Uyg'urlarning 20-asrda ikki qitim mustaqil Sharqiy Turkiston jumhuriyatlarini qurib, o'zining mustaqilligini e'lon qilganligiga oid tarixiy ma'lumotlar tafsili tunishtirildi. Biz har yili 4-oyning 5-kuni diasporadagi Uyg'urlar bu sharafli inqilobni iftixorlanish va faxrlanish ichida xotirlaymiz. Hamda bu inqilobda o'zining qimmatli hayoti va barliqini xalqning ozodligi uchun beg'ishlagan ashu shahidlarimizni qayg'u hasrat ichida aslaymiz. Zaydun Yusufdek qahramonlarimizdan faxrlanamiz. Sharqiy Turkiston xalqining Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash irodasini namoyon qilgan bu ahamiyatli kunni mangu unutmaymiz. Barin ruhi tutashtirgan o'tdek iroda qalbimizda mangu yolqinlaydi. Xitoy tajovuzchilarining mustamlikasidan qutulib, o'zimizning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun odoqcha kurash qilish bizning vijdoniy burchimizdir. Manba Barin inqilobining 15 yilligi Tor dunyosi. Mikrofon oldida Qaraxon.